Oka, siz faqat Nazarbayevdan reklama qilasizmi deb so'rashyapti. Yo'q, Beshqarag'och Taqachi, Birlik, Jararu, Toshmi tomonlar, Olmazor tumanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uyoqlar bilan ham ishlaymiz. Hozirgi paytda ko'proq Nazarbayevdan sotuvga chiqyapti. Qaraylik, 2,5 sotuvli mashina xonadonimizga chiqyapti. Fasadi 8 ga 31 bo'ladi. Grand to'yxonadan shundoq o'ngga kirasizlar, chap tomonda Fath masjidi bor. Masjid ketmasdan o'ngga kirasizlar. Mana zo'r mahalla, svet, suv, gazdan muammo yo'q. Xo'p, bismillah deb ana endi ichkariga kiramiz. Bitta mashina qo'yishga joy bor. Bu yerda hojatxonasi bor. Endi sizlarga ichkarilarni bitta ko'rsatib o'taman. Qaranglar, bitta sanuzeli bor, bitta xonasi bor. Bu yoqda bitta sanuzeli bor. Bu yerda yana bitta xonasi bor. Bu yoqda kichkinagina joy qilingan. Bu yerda qishki oshxona bor, bu yerda yozgi oshxona bor. Endi sizlarga tepa qavatni ko'rsataman. Ikkinchi qavatga ko'tarildi. Bu yerda bitta xonasi bor. Bu yerda yana bitta katta xonasi bor. Xo'sh, bu yerda mana o'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqni yopib yana bitta xona qilsanglar bo'ladi. Bu yerda ham katta hol qilsanglar ham bo'ladi. Bu yerda hojatxona hammom. Bu yoq tomonda yana bitta xonasi bor. Endi sizlarga bitta tepa qismidan ko'rinishni ko'rsataman. Bitta qaranglar. Bu yerda endi kichkinagina terrasa qilingan ekan. Ko'rasizlarmi? Mana qo'ni-qo'shnini uy ko'rinmaydi. Mana shu yerda sekin yoz paytlari dam olib o'tirsanglar bo'ladi. Narxi $110,000. Nomer yozib qo'yamiz. Videoni tagiga bemalol telefon qilib talash tortish barakasi qilsanglar bo'ladi. Hammaga omad.